Bu kosmetika emas, haqiqiy san'at asari. Buni nima deb o'ylaysizlar? Qaranglar, shunaqa oynachalari ham bor. Har bitta detaliga ahamiyat berilgan. Bu brendning kosmetikalarini bitta vizajistda ko'rib qoldim. Vidini o'zini sevib qoldim. Chiroyligini qaranglar. Наконец-то men buni Toshkentda topdim. Tushunganinglardek, men hozir shu kosmetikalar bilan makiyaj qilib ko'rmoqchiman, sinamoqchiman. Rostdan ham vidiga mosmi kачествоsi. Birinchi bu tonerdan boshlaymiz. Mana bu joylariga qaranglar, xuddi oqib ketganga o'xshab spetsialni qilingan. Endi yuzni namlantirish uchun krem. Vau. И sariyoga o'xshab yo'q ketarkan yuzda. Hidi просто нереальный. Наконец-то tonalnisini ishlatib ko'raman. 24 soat stoyka va'da qilyapti. Menga svetlilik qildi menimcha. No hidi qizlar vashshi zo'r ekan. Arvoqqa o'xshab qoldim. Endi rastashevka qilamiz yaxshilab. Kanimdek bu menga слишком svetlilik qildi. O'chun jal hozir to'g'rilashga harakat qilamiz. Bir amallab konturing qildim qizlar. Bu tonalni bilan kremoviy tekstura bilan ishlash juda qiyin ekan, потому что betondek qotar ekan, qaranglar. Вообще yuzda shunday qattiq rastashevkasi qiyin ekan, bu plus agar shunaqa stoyki bo'lsa-da, yog'li bo'lib turmas ekan. Bu bilan лучше сухой teksturalar bilan ishlagan osonroq ekan. Давайте baking qilib ko'ramiz. Endi boshqatdan сухой konturing qilamiz. Qizlar, na samом деле tonim hayotda joyiga tushdi. Просто svet слишком svetlilik qotgani uchun sizlarga oqroq ko'rinyapti. Живой svetda juda ham chiroyli. Sizlarga life hack, agar toninglar temniy bo'lsa, ko'zni mana bunaqa joylariga svetli konsiler bilan toninglarni joyiga keltirasizlar. Agar слишком svetli bo'lsa, chetlaridan temniy konturing bilan joyiga keltirasizlar. Endi qoshimizni bo'yab olamiz. Pachoq qalamchamni umrining oxirgi kunlari. Qosh tayyor, endi ko'zimizni bo'yaymiz. Shu ranglarda bugun bo'yamoqchiman. Aytgancha qizlar, zaryadkam o'chayotgancha mikrofonimni olib tashladim. Rangda soya chizib olamiz. Pigmentatsiyasini qaranglar qizlar zo'rligini. Endi mana bu temniy rang bilan ko'zimizning ikkita chetini bo'yaymiz. Rosa pigmentatsiyasi kuchli ekan. Ehtiyot bo'lib bo'yanish kerak. O'zi bunaqa chiroyli kosmetikaga chiroyli makiyaj qilish kerak edi. Необычный qilib, nima bilmayman. Endi mana shu fioletoviy bleskni ko'zimni mana bu joyiga surmoqchiman. Endi shunaqa chiroyli podvodka bilan strelkalar chizib olamiz. Men o'sha qalamda chizib oldim. Endi